Jazirama yozning issiq kunlarida chanqoq bostiga to'g'ri keladigan o'zimizning milliy ichimligimiz muzdekkina ayron tayyorlaymiz. Bismillah deb 250-300 gram qaymoqli suzmaga 1,5 litr qaynab sovitilgan yoki gazsiz suvdan solib, bitta massa bo'lguncha aralashtiramiz va parrak qilib to'g'ralgan olmani, mayda olmani ham to'rga bo'lib sovordim. Tuz, rayhon barglaridan solib, aralashtirib, kamida 1 soatga xolodilnikka bir-biriga mazasi o'tish uchun solib qo'yamiz. Judayam mazali muzdekkina ayronimiz ham tayyor. Bu videoni muzdekkina ayron yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.